Sizda nevroz bor va siz nevrozingizdan haligacha ham tuzalolmayapsiz, qutulolmayapsiz. Vrojidor etsangiz ham, qanaqadir harakat qilsangiz ham chiqib ketolmayapsiz, qutulolmayapsiz. Chunki sizda man hozir aytib o'tadigan mana shu 8 ta xulq-atvor, o'ylash, xatti-harakat qilish odatlari bor. Toki mana shu odatlar o'zgartirilmas ekan, siz bu narsalarni qilishni to'xtatmas ekansiz, siz nevrozingizdan hali beri qutulib chiqib ketolmaysiz. Bu narsalarni bilish uchun videoni oxirigacha ko'ring. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zilolxon Sa'dullayev, xalqaro toifadagi klinik psixolog, nevrotik va depressiv buzilishlar bo'yicha mutaxassis hisoblanaman. Bir necha yillardan beri nevrotik va depressiv buzilishlardan aziyat chekayotgan insonlarga o'zimni psixologik va psixoterapevtik ko'magimni berib kelaman. Agardaki ushbu kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu kanalga obuna bo'lishingizni, bu yerda nihoyatda kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Nevrotik, depressiv buzilishlar, psixologiya, psixoterapiyaga oid bo'lgan va qolaversa sizlarni hammalarni o'zimning shaxsiy Instagram va Telegram sahifalarimga obuna bo'lishga chorlab qolaman. U yerda ham biz siz bilan yaqindan muloqot qilishimizni, siz jonli efirlarda, savol-javoblarda, jonli tahlillarda ishtirok etishingiz va o'zingizni holatingiz, vaziyatingiz uchun yordam olishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi mavzu haqida gaplashadigan bo'lsak. Nevrotik buzilishlardan aziyat chekadigan insonlarni shaxsi bu ma'lum bir ko'rinishda, shaklda o'ylaydigan, fikrlaydigan, xatti-harakat qiladigan va ma'lum bir xulq-atvor ko'rinishlarni tanlab hayotda ishlatadigan, demak, insonlar hisoblanishadi. Va sizda nevroz bormi? Siz уже mana shu holatlardan, vaziyatlardan aziyat chekishni endi boshladingiz yoki yillar davomida boshlab keldingizmi? Yillar davomida yurib kelyapsizmi shu holatda? Значит, men hozir aytib o'tadigan bu xulq-atvorlar sizda mavjud hisoblanadi. Endi bu narsalarni biz o'zgartirmaydigan bo'ladigan bo'lsak, to'g'rilamaydigan bo'ladigan bo'lsak, sizning nevrozingiz doimiy ravishda siz bilan birga yashashi, birga bo'lishi davom etadi. Chunki mana shu xulq-atvor, xatti-harakatlar ketma-ketliklari o'zi borib yig'ilib insonda nevrotik buzilishlar paydo bo'lishiga sababchi bo'ladi. Birinchisi, u ham bo'ladigan bo'lsa, bu muammolardan qochish. Sizda nevroz bormi? Sizda vahimali, xavotirli buzilishlar bormi? Bilingki, siz muammolaringizdan qochib kelgansiz, muammolaringizdan qochyapsiz va bu narsani juda katta ehtimol bilan kelajakda ham yana qilish ehtimolingiz bor. Toki siz o'sha qochish strategiyasini, yo'lini tanlarkansiz. Qochish nimadan? Qochish konfliktlardan, qochish qanaqadir birovning oldida yoqimsiz, yomon, xunuk bo'lib qolishdan. Qochish bu qanaqadir o'sha yoqimsiz, biz xohlamaydigan, biz ko'rishni, bilishni, eshitishni istamaydigan holatlardan, vaziyatlardan. Toki bizni qochib yashirganimizni o'zimizdan olib qochishga, shularga bormaslikka, yuzlashmaslikka, kemayli indamay qo'ya qoling, kemayli o'tirib qoling, kemayli jim tura qoling, kemayli bormay qo'ya qoling degan holatda, vaziyatda biz toki shu pozitsiyada qolar ekanmiz, bilingki, sizning nevrozingiz siz bilan dalshi yashashda davom etadi. Shu sababli hayotingizni siz o'zingiz ko'ra olayotgan, ko'ra olmayotgan turli sohalarida, turli qismlarida siz o'zingizni olib qochayotgan ma'lum bir yoqimsizliklar, ma'lum bir muammolar, ma'lum bir vaziyatlar mavjud. Men sizga tavsiya qilgan bo'lardim. O'tirib yarim soatdir, 10 minutdir, 1 soatdir, 1 kundir vaqtingizni ketkazishdan ayamasdan o'tirib hayotingizda mavjud bo'lgan barcha tashqi, aniq, yavni bilinib turgan, konkretni sodir bo'lib turgan muammolarni, sizga muammodek tuyulayotgan holatlarni, vaziyatlarni o'tirib ro'yxatini, spiskasini tuzishingizni va mana shu o'zingizni olib qochishga, yuzlashmaslikka harakat qilayotgan holatlaringiz, vaziyatlaringiz bilan bugunni o'zidan, shu soatni o'zidan shu narsalarni to'g'irlashni, shu narsalarni joyiga keltirishni ustida ishlashingizni, shu narsani harakat qilishingizni men sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Turmush o'rtog'ingiz bilan kelishmayapsizmi? Mana shu narsani hal qilish ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Ishingizda qanaqadir muammo bor, qanaqadir problema bo'ldimi? Mana shu holatda, vaziyatda ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Yaqin insonlaringiz bilan munosabatingizda yoki o'zingizni ichki holatingizda, vaziyatingizda ma'lum bir qanaqadir holatda, vaziyatlar, norozichiliklar, kelishmovchiliklar bor va shu narsalar siz men hozir kasalman, tuzalib olay, keyin qilaman degan pozitsiyada turibsizmi? Bu narsani shu bugunni o'zida hal qilishni, yechishni boshlashimiz kerak bo'ladi.
Judayam ko'plab nevrotik va depressiv buzilishlardan aziyat chekayotgan insonlar bilan ishlab kelayotgan, judayam ko'plab insonlarni bu holatdan, vaziyatdan chiqishiga yordam berayotgan inson sifatida, mutaxassis sifatida shu narsani aytaman, bu narsani tajriba har safar isbotlab, dokazatsiya qilib keladi. Menda nevroz bor deb kelishadi. Albatta, nevrozi bilan ham, simptomlari bilan ham, va hokazolar, qo'rquv xavotirlari bilan ham ishlaymiz. Lekin parallelni biz o'sha insonning hayotidagi u ko'ra olayotgan, ko'ra olmayotgan, orqaga qoldirib kelayotgan muammolarni ham hal qilishi, joyiga keltirishi boshlaganligimizdan keyin insonlar 10 yillab, 5 yillab chiqolmayotgan simptomi yo'q qo'rquv, xavotir, fobiyalardan o'z-o'zidan chiqib ketayotganligini, yaxshi bo'layotganligiga klinik praktika nutsi bo'ladi, isbot bo'ladi. Shu sababli bu narsani o'zingizlarning hayotingizda amalga oshirishingizni tavsiya qilaman. Keyingisi, ikkinchisi, prokrastinatsiya, ya'ni orqaga qoldirish. Bu o'sha yuqorini qaysidir ma'nodagi davomi bo'ladi. Har doim eshitaman, men oldin tuzalib olay, keyin qilaman. Oldin men yaxshi bo'lib olay, oldin men depressiyamdan chiqib olay, oldin men nevrozimdan chiqib olay, ana undan keyin ishlashni boshlayman, o'qishni boshlayman, uylanishni, erga tegishni, munosabat qurishni, u qilishni, bu qilishni boshlayman. Oldin men tuzalib olishim kerak ko'rinishida nevrotik buzilishlardan aziyat chekayotgan insonlar prokrastinatsiya qilishadi. Inson hayron, nimaga men tam 5 yildan beri, 10 yildan beri tuzala olmayapman, nimaga bu holatdan chiqa olmayapman degan holat vaziyat bo'ladi. Boya aytayotganimdek, toki biz orqaga qoldiradigan bo'ladigan bo'lsak, toki biza men tuzalib olganimdan keyin qilaman degan holat vaziyat bo'ladigan bo'lsa, bu sizni holatingizni, vaziyatingizni og'irlashtirishiga, cho'zilishiga sababchi bo'ladi. Men buni hamma patsientlarimga, men qabul qilayotgan insonlarga doimiy ravishda aytib takrorlab qaytarib kelganman va bundan keyin bu narsani qilaman. Nevrotik buzilishlar, depressiv buzilishlar bu tana kasalliklariga o'xshab, shamollash, grippga o'xshab, masalan, men shamollab qoldim, 10 kun больничный olib yotib olay uyimda, 10 kun tuzalgandan keyin chiqib ishimni qilaman, boshqa qilaman degan kasal emas. Bu unaqa ko'rinishda, unaqa strategiyada ishlamaydi. Ras yana qaytaraman, nevrotik depressiv buzilishlar bormi? Siz bugun o'sha nevroziz bilan parallelni bo'lgan holatda, vaziyatda siz o'sha orqaga qoldirayotgan, keyin qilaman, keyin o'rganaman, keyin boraman, ko'raman, qilaman deyotgan narsalaringizni hammasini sekin-sekinlik bilan, qadamma-qadam shu bugungi kunni o'zida amalga oshirishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Uslovno men nevrozdan chiqqanimdan keyin borib, misol uchun deyapsiz, siz til o'rganaman deyapsiz, fitness qilaman deyapsiz, ishga chiqaman deyapsizmi? Siz bugun uje repetitorga borib til o'rganishni boshlashingiz kerak. Siz bugun uje ishga chiqishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Siz bugun uje misol uchun tam sportingizni, boshqangizni misol uchun qilishni, shug'ullanishni boshlashingiz kerak bo'ladi demoqchiman. Orqaga qoldirmasdan bugunni o'zida parallelni hammasini bittada olib ketishimiz kerak hisoblanadi. Uchinchisi, bu insondagi negativ emotsiyalarini deydigan bo'lsak, xususan qo'rquvini, xavotirini o'chirishga harakat qilish. Mana shu his-tuyg'ularni, mana shu emotsiyalarni insonning o'zida mavjud bo'lishiga va mana shu narsalarni yashab o'tishiga ruxsat bermasligi hisoblanadi. Men hayolimga yomon fikr kelib qoldimi, o'sha narsalardan demak qutulish uchun qanaqadir rituallar qilishni boshlayman, masalan uchun obsessiv-kompulsiv buzilishida. Men hozir o'lib qolaman, yuragim bilan narsa bo'lib qoladi degan fikr xayol kelganda, sразу karvalol ichishni boshlayman, tonometr olib o'lchashni boshlayman, shu narsani o'chirishga harakat qilaman. Yoki bir qanaqadir duo o'qishni boshlayman, kalima qaytarishni boshlayman. Kimdir narkotik iste'mol qilishga, boygindek tam qanaqadir spirtli ichimlik misol uchun ichishga misol uchun harakat qiladi. Kimdir bo'ladigan bo'lsa, ovqatlanishga, ovqat yeb turib o'sha qanaqadir holatini, vaziyatini o'chirishga, yengillashtirishga, yengil olishga harakat qiladi. Bu ham juda ham katta xatolardan biri hisoblanadi. Bu qisqa muddatda sizga yordam beradi. Qisqa muddatda karvalol ichdingiz, tonometrda o'lchadingiz, duo qildingiz, 4 marta taqillatdingiz, 5 marta qo'lingizni yuvdingiz, boygindek ovqat yedingiz, qanaqadir kompulsiv ko'rinishda masturbatsiya qildingiz, qanaqadir jinsiy aloqa qildingiz va hokazo qildingiz. Vроде бы qisqa muddatda bu narsa sizni qo'yib yuborgandek, bu narsa sizni yengillashtirgandek bo'ldi. Lekin uzoq muddatda bu qo'rquvlarimizning ko'payishiga, qo'rquvlarimizning darajasini og'irlashishiga, qo'rquvlarimizning bolalab ketib qolishiga sababchi bo'ladi demoqchiman. Bizani vazifamiz bu xavotirni, qo'rquvni o'chirib qo'yish emas. Xavotirdan, qo'rquvdan qochish emas. Bizani vazifamiz mana shu emotsiyalarni boshqa emotsiyalar singari, xursandchiligingiz, havasingiz, hasadingiz, bir shodligingiz, masalan, va hokazo kabi yashab o'tishga o'zimizga ruxsat berish hisoblanadi.
Bilib olaylikki, hech qachon bitta dona emotsiya insonda konstantniy bo'lmaydi, ya'ni doimiy bo'lmaydi. Любой emotsiya, u xoh pozitivniy emotsiyalarni ichiga kiradigan bo'lsin, negativniy emotsiyalarni misol uchun ichiga kiradigan bo'lsin, bu vaqtinchalik hisoblanadi. Qo'rquvni ham o'tadigan muddati bor, xavotirni ham o'tadigan muddati bor, tushkunlikni ham o'tadigan muddati bor, ayni damda xursandchilikni, yaxshi qanaqadir emotsiyalarni ham misol uchun o'tadigan muddati mavjud hisoblanadi. Biz reaksiya qilsak ham, biz o'zimizni qutqarishga harakat qilsak ham, qilmasak ham, qo'rquv ham, xavotir ham bu o'tadigan emotsiyalar hisoblanadi. Endi agardaki biza o'sha narsani prosta mani qo'rquvim o'tib ketdi emasda, men qo'rquvimdan qutulib qoldim, jinni bo'lib qolishdan, o'lib qolishdan qutulib qoldim, o'zim qanaqadir dori ichganligim uchun, tonometr o'lchaganligim uchun, duo o'qiganligim uchun, kompulsiya qilganligim uchun degan narsa toki bizani miyamizda, ongimizda turar ekan, bu qo'rquvlaringiz yashab o'tishingiz ko'payadi, uzoqlashadi, cho'ziladi demoqchiman. Shu sababli qo'rquvni o'chirishga harakat qilishdan to'xtatishimiz kerak bo'ladi. Qo'rquvni ham, xavotirni va istalgan negativ emotsiyalarni yashab o'tishga va mana shu paytda o'zingizni qutqarmaslikka o'zingizga ruxsat berishingiz kerak bo'ladi va mana shu narsani trenirovka qilishimiz lozim hisoblanadi. Keyingi 4-si. U ham bo'ladigan bo'lsa perfeksionizm. Perfeksionizm nevrotikka eng katta dushmani hisoblanadi. Perfeksionizm sizni nevrozga, depressiyaga olib kelib qo'yadigan va bu holatdan chiqib ketishingizga yo'l qo'ymaydigan bir fikrlash, xulq-atvor, ketma-ketligi va talabli ketma-ketligi hisoblanadi. Perfeksionizm haqida mana juda ham batafsil va to'liq gapirgan videoim bor. Hozir ekranda ko'rib turibsizlar. Tepadagi shu silkadan o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi, lekin ikki og'iz yetib ketadigan bo'lsa. Toki siz o'zingizdan idealniy bo'lishni talab qilar ekansiz. Men idealniy ko'rinishim kerak, idealniy yurishim kerak. Menda idealniy xotin, bola, chaqa, ota, ona, ish, pul hammasi idealniy bo'lishi kerak. Va ayni damda meni fikrlarim idealniy bo'lishi kerak, meni his-tuyg'ularim idealniy bo'lishi kerak, meni tanamni holati idealniy bo'lishi kerak degan talab o'zingizga qo'yilar ekan. Bu har doim frustratsiya bilan yakunlanadi. Nega? Misol uchun elementarno, men ertalabdan kechgacha o'zimni idealniy his qilishim kerak, misol uchun. Lekin ertalabdan kechgacha idealniy his qilmasligingiz bu normal holat. Hech kim ertalabdan kechgacha idealniy his qilmaydi. Chunki siz idealniy his qilmasligingizga o'zi juda ham ko'plab omillar, faktorlar bor. Ana endi nevrotik buzilishdan aziyat chekayotgan insonlar nima qilishadi? Значит, men idealniy his qilmayapmanmi o'zimmi? Men sal-pal yuragim urib ketib qoldimmi? Sal-pal oshqozonimda diskomfort holati bo'ldimi? Sal-pal qo'lim titradimi? Всё, значит, bu meni уже окончательно qanaqadir kasalligimmi, o'layotganligim, boshqa qilayotganligimni belgisi va isboti hisoblanadi degan ko'rinishda shaklda o'ylashganligi uchun, ya'ni insonni hayotidagi, tanasidagi, fikrlaridagi, his-tuyg'ularidagi, o'zini his qilishidagi sal-pal o'sha ideallikka javob bermayotgan nuqta faktor inson uchun juda ham dahshatli va fojiali holat vaziyat sifatida qabul qilinadi, ko'riladi, his qilinadi va inson nihoyatda dahshatga tushgan holatda mana shu narsani o'zgartirishga, bundan o'zini o'zi boyginlik qo'rqitib yuborishga, dahshatga tushirib yuborishga sababchi bo'ladi va bu narsa natijasida o'zini yomon his qiladigan bo'lib qoladi. Shu sababli demoqchi bo'lganim, perfeksionizmimizni, ya'ni idealniy bo'lmasligimizni, bo'la olmasligimizni va bu to'laqonli normal holat ekanligini biz o'zimizga qabul qilishga, ruxsat berishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Perfeksionizm haqida yana ham batafsil to'liq gapirganman. Iltimos, albatta o'sha videoni kirib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Keyingi 5-xatolardan biri bu narsani ruminatsiya deb nomlasak ham bo'ladi. Mana nima demoqchiligimni hozir bir metafora bilan sizlarga tushuntirib berishga, yetkazib berishga harakat qilaman. Nevrotik buzilishlardan aziyat chekayotgan insonni biza mana kim begovoy дорожкада yugurib ko'rgan bo'ladigan bo'lsa, misol uchun, ana kuni men yugurayotganligimda shu metafora xayolimga keladi. Mana begovoy дорожкада yugurayotgan paytingizda siz kilometr bosib o'tgandaysiz, misol uchun 1 kilometr, 2 kilometr, 5 kilometr yurasiz. Siz kaloriya yo'qotasiz, ya'ni misol uchun kuchingizni, energiyangizni misol uchun yo'qotasiz. Lekin siz na samom деле bitta nuqtada turibsiz. Вроде siz уже 2 kilometr yurib qo'ydingiz. 2 kilometr yurganingizdagi ma'lum bir kaloriyani misol uchun tanangizda yo'qotdingiz, lekin siz hali ham bitta nuqtadasiz. Trevoga ham xuddi shunaqangi narsada, ya'ni mana shu xavotir, qo'rquv ham xuddi shunaqangi narsa hisoblanadi. Ya'ni aksariyat nevrotik buzilishlardagi insonlar hayotidagi muammolarni, u haqiqiy muammo bo'lsin, u sodir bo'lishi mumkin bo'lgan muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsani hammasini ular xayolida yashab o'tishadi. Как будто o'sha begovoy дорожкада yurganga o'xshab turibdi.
Xayolida-ku yashab o'tdi, xayolida o'yladi, xayolida urushdi, ajrashdi, o'zi o'ldi, bola chaqasi o'ldi, kasal bo'ldi, undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi. Xayolida o'sha narsani hammasini yashab o'tishadi-da, o'sha muammolarni, konfliktlarni, problemalarni. Lekin realniy hayotda hech narsa qilishmaydi. Demoqchi bo'lganim, agardaki mana qachonki siz xayolingizda yashab o'tishni to'xtatasiz. Mana shu xayolingizdagi bo'layotgan holatlarni, vaziyatlarni, xayolingizdagi kerak bo'ladigan bo'lsa urushingiz, janjalishingiz, konflikt qilishingiz va hokazo reaksiya qilishingiz, odamlarga, atrofdagilarga gapiradigan gapingiz, undoq deyishganda, men bundoq deyishim kerak edi, undoq deyishim kerak, unaqa qilaman, bunaqa qilaman, u qilaman, bu qilaman degan narsalarni hammasini biz realniy hayotda adekvat reaksiya qilishni, ko'rsatishni, namoyon qilishni boshlaganimizdan keyin, ya'ni begovoy дорожкада emas, realniy hayotda yurishni boshlaganligimizdan keyin biz bitta nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetib kelganimizda haqiqiy hayotimizdagi sodir bo'layotgan muammolarni, problemalarni hal qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nevrotik buzilishlardagi insonlar bular faqat ongida, xayolida reaksiya qiladigan insonlar hisoblanadi. Qachonki nevrotik ongida, xayolida emas, realniy hayotda reaksiya qilishni o'rgangandan keyin, reaksiya qilishni boshlagandan keyin, realniy hayotda nima desa bo'ladi, harakatlarni qilishni boshlaganidan keyin unda nevroz ham, qo'rquv ham, xavotir ham hammasi yo'qolishi, joyiga kelishi boshlaydi. Shu sababli ham fikrlaringizni, hayollaringizni, bir o'zingizni mulohazangizni, o'zingizni pozitsiyangizni realniy hayotda gapirishni, ko'rsatishni, namoyon qilishni boshlang. Men shu vaziyat, shu holat bo'yicha quyidagicha fikrdaman. Menga bu narsa yoqyapti, menga bu narsa yoqmayapti. Menga mana shu qilingan sani munosabating, gaping, so'zi yoqdi, yoqmadi. Men boshqacha bo'lishini xohlagan bo'lardim degan gaplarni, so'zlarni to'g'ri, adekvat ko'rinishda namoyon qila oladigan, gapira oladigan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Qachonki siz tashqariga reaksiya qiladigan bo'lsangiz, bu ichingizdan chiqqanidan keyin, ichingiz bo'shaganidan keyin bu narsa sizni xayolingizda, sizni fikringizda nima desa bo'ladi, aylanmaydigan, yurmaydigan bo'ladi demoqchiman. Keyingisi bu eng jiddiy muammolardan na samom деле biri hisoblanadi. U ham bo'ladigan bo'lsa, bu insonni o'zini qurbon pozitsiyasiga tushirib olganligi. Men unaqaman, men ilojsizman, men yo'lim yo'q, meni erim unaqa, meni xotinim unaqa, meni oilam unaqa, meni o'tim unaqa, butim bunaqa degan holatga vaziyatga, ya'ni qurbon pozitsiyasiga insonni o'zini o'zi tushirib qo'yganligi va meni hech qanaqangi yo'lim yo'q, meni hech qanaqangi vo'yqatim, chiqishim yo'q, misol uchun, menga juda ham qiyin, menga juda ham og'ir, menga kimdir nimadir qilib berish kerak, menga hech kim qilib bermayapti, men xohlaganimdek munosabat qilishmayapti, mendan faqatgina foydalanishyapti kabi insonni qurbon pozitsiyasiga tushib qolishi nihoyatda nima bo'ladi? Bu ham sabab, ham qaysidir ma'noda natija hisoblanadi. Nevrotik buzilishlarni og'irlashtiradigan va bu narsani inson chiqib ketishiga qiyinlashtiradigan holatlardan, vaziyatlardan biri hisoblanadi. Ya'ni insonni uni ham qilishi, buni ham qilishi xohlamasligi, insonni o'zini qilayotgan, o'zidagi bo'layotgan holatlarga, vaziyatlarga javobgarlikni olishi xohlamasligi. Endi haqiqatda osonroq-da. Men o'zim bilan nimadir qilyapman. Agar men shu o'zim bilan qilayotgan nimadirimni o'zgartiradigan bo'lsam, hayotim, vaziyatim o'zgaradi degan javobgarlikni olish bilan, "Ot meni erim rosa yomon-da, meni qaynonam rosa yomon-da, meni boshlig'im rosa yomon-da, ular meni mana shunaqa qilyapti" degan boyginday javobgarlikni to'nkab qo'yib, o'zidan qurbon yasash, bu ancha oson, ancha yoqimli boyginday va yengil jarayonlardan, proseslardan biri hisoblanadi. Endi muammo shundan iboratki, toki meni kimdir nimadir qilyapti, meni nevroz qilayotgan bu meni erim, meni nevroz qilayotgan bu meni qaynonam, qaynotam, boshlig'im, o'sha vaziyat, o'sha holat deb boygindik biza o'zimizda qilayotgan ma'lum bir xatti-harakatlarni ko'rishni xohlamaydigan bo'lsak, javobgarlikni bo'ynimizga olishni xohlamaydigan bo'lsak va ayblashni va o'zimizni qurbon pozitsiyasida qolishni tanlaydigan bo'ladigan bo'lsak, bundan yomoni yo'q hisoblanadi, chunki bu holatda, vaziyatda sizga hech kim yordam bera olmaydi. Shu sababli bu yerda nihoyatda muhim inson o'ziga o'zi berishi kerak bo'lgan savollardan biri shundan iboratki, men hozirgi holatimni, vaziyatimni o'zgartirishim uchun hattoki 0,5% bo'lsa ham, 0,5% bo'lsa ham yengillashtirishim uchun nima qilishim mumkin? Qanaqa qilib o'zimga o'zim yordam berishim mumkin
degan savol sizni istalgan og'ir darajadagi depressiya va hokazo boshqa holatlardan, vaziyatlardan chiqishingizga juda ham katta yordam beradi. Qachonki biz miyamizga, o'zimizga to'g'ri savollarni berganligimizda, miyamiz o'shanga yarasha o'ylashni, fikrlashni boshlaydi. Shunga qarab turib sizga misol uchun vihid berishi, misol uchun chiqishni boshlaydi. Например, men psixolog, psixoterapevt sifatida insonlarga bir yechim bermayman. Chunki oddiy bitta narsada, misol uchun men qabulimga kelayotganda insonlar mendan bir qanaqadir yechim kutib kelishadi. Misol uchun hozir men Ziyodullaga boraman yoki boshqa psixologga boraman, o'sha psixolog qanaqadir konkretno 1-2-3 to'g'ri qiling, o'shanda hammasi yechilib ketadi degan qanaqadir konkretno gotovoy shablonlari, yechimlari bor. O'sha yoqqa borsam, hozir menga shu shablonni berishadi degan narsani aytishadi. O'rtoqlar, bitta narsada meni hayotimga to'g'ri kelgan, misol uchun yoki boshqasiga yordam bergan, misol uchun narsa bu fakt sizga ham to'g'ri keladi, sizga ham yordam beradi degan narsa yo'q. Chunki har bitta insonni o'sha vaziyati, muammosi, holati, vaziyati to'laqonli o'zgacha, to'laqonli individualniy bo'ladi. Menga to'g'ri kelgan narsa sizga to'gri kelmaydi, sizga to'gri kelgan narsa menga to'gri kelmaydi. Endi boygindek bu yerda meni vazifam insondagi, o'sha insonning miyasidagi bor bilimi, tajribasi, holati, vaziyatni hammasini aktivlashtirgan, faollashtirgan holatda insonni o'zi topolmayotgan yo'lini, o'zi topolmayotgan javobini, o'zi topolmayotgan yechimini to'g'ri savollar berish orqali, vaziyatni to'g'ri tahlil qilishga o'rgatish orqali o'ziga o'zi yechim topishni o'rgatish hisoblanadi. Mana shu psixoterapiyani boygina haqiqiy psixolog, haqiqiy psixoterapiyani vazifasi hisoblanadi. Siz mana buni qilsangiz yaxshi bo'lib ketadi degan gap so'z bu nima desa bo'ladi? Umuman 100% noto'g'ri hisoblanadi. Chunki haqiqiy psixolog, haqiqiy psixoterapevtda konkretno tam maslahat berishga o'z aslidagina haqqi yo'q hisoblanadi. Faqatgina inson o'sha resursidan kelib chiqqan holatda shaklida to'g'ri savollarni insonni berish orqali, o'ziga berishni o'rgatish orqali biz ma'lum bir yechimga insonni olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Shu sababli bu narsani ham o'zingizda qo'llashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingisi bo'ladigan bo'lsa, bu ichki tanqidchilarimizni gapiga kirib yashash. Aksariyat mana nevrotik buzilishlardan aziyat chekadigan insonlar o'zini xayolida, o'zini ongida ular bitta o'zi yashamaydi-da. Ularni bilan birga yashaydigan o'nlab, yuzlab odamlar bor. Va mana shu o'nlab, yuzlab odamlar ularni qilayotgan xatti-harakatiga, qilayotgan ishiga ma'lum bir kommentariyalarni, ma'lum bir baholarni berib turadi. Nevrotik misol uchun olib suvni ichishi, ichmasligi, nimadir sotib olishi, sotib olmasligi, nimadir qilmasligi uchun hayolida, ongida 10 talab, 100 talab odamlarni unga beradigan kommentariyalarini eshitadi. Shu sababli ham aksariyat nevrotik buzilishlardan aziyat chekadigan insonlar men o'zim tanlov qila olmayman. Menga nimadir tanlov qilish, elementarniy restoranga kirganda просто joy tanlab o'tirish, elementarniy qanaqadir o'zimga kiyim tanlash men uchun imkonsiz degan narsani aytishadi. Nimaga deydigan bo'lsa, chunki inson o'sha nimadir olaman, nimadir qilaman deyotganda, uni ongida, uni xayolida unga kommentariya beradigan 50 ta misol uchun odamning fikr xayoli eshitiladi. Misol uchun onasini eslaydi, otasini eslaydi, xolasini eslaydi, o'rtog'ini eslaydi, boshlig'ini eslaydi, hammasi endi 50 xil fikr bergandan keyin inson o'sha tanlov qila olmaydigan holatga, vaziyatga kelib qoladi demoqchiman. Shu sababli bu yerda bizning nihoyatda katta vazifamiz ichki tanqidchilarimizni aktivligini, faolligini pasaytirish hisoblanadi va o'zimizni munosabatimizni, o'zimizni fikrimizni, demak, ko'proq inobatga olishga, ko'proq o'sha narsani eshitishga, anglashga harakat qilishimiz lozim hisoblanadi. Va qachonki mana shu ichki tanqidchilarimizni biz gapiga, so'ziga kirishni to'xtatganligimizdan keyin va o'zimiz bilan bolее-менее garmoniyada bo'lishni, o'zaro kelishuvda bo'lishni boshlaganligimizdan keyin mana bu ichki bosim, ichki напряжение, ichki bunaqangi xronический surunkali xavotir, qo'rquvlarimiz ham pasayishni, yo'qolishni boshlaydi. Shu sababli ichki tanqidchilaringizni gapiga, so'ziga kirishni to'xtatishingizni tavsiya qilaman. Va eng so'nggisi agressiya va agressiyadan foydalanish va agressiyani orqasiga berkinishga harakat qilish. Afsuski, bir guruh insonlar o'zini ichidagi juda ham og'ir va katta qo'rquvini, xavotirini agressiya orqali yashirishga, agressiya orqali berkitishga, u agressiyaning orqasiga o'tib olishga boyindek harakat qilishadi va shu bilan men o'zimni agressivniy ko'rsatishim kerak, men o'zimni kuchli ko'rsatishim kerak, men zo'r bo'lishim kerak, men hech kimga gapimni bermasligim kerak, ko'rinishda shaklda boyindek harakat qilishadi, o'zligini tutishadi va shu narsa natijasida как будто qisqa muddatda boyindek qo'rquvini, xavotirini yashirgandek, yengillashtirgandek, misol uchun sen menga hujum qilgunligingcha men senga hujum qilib olaman boyindek, sen menga bir gap gapirgunligingcha
kelgungacha men senga oldin gapirib olaman degan strategiyada, pozitsiyada boyagina ishlashga harakat qilish, reaksiya qilishga harakat qilishadi va bu qisqa muddatda boyagina yordam bergandek bo'ladi, lekin bu narsaning natijasida inson ichki xavotiri, ichki qo'rquvi, demak, ko'payishi, kuchayishi boshlaydi. Shu sababli bilingki, xotinini urish, bolalarini urish, baqirish, zo'ravonlik qilish bu sizni kuchli qilib qo'ymaydi. Bu sizni nevrozingizdan tuzatib qo'ymaydi. Bu sizni holatingizni, vaziyatingizni og'irlashtirishga va bu safar siz misol uchun qanchadir darajada, misol uchun 5 darajada baqirgan bo'ladigan bo'lsangiz, bu baqirishingizni, chaqirishingiz keyingi safar 10 barobar, 15 barobar oshirishga, kuchaytirishga sababchi bo'ladi. Shu sababli o'sha anger management deydi, agardagi o'sha g'azabni boshqarish bilan qiyinchiliklarimiz, muammolarimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu baqirayotganligimiz, qo'l ko'tarayotganligimizni demak to'xtatishga harakat qilgan holatda bu narsani o'rniga baqirmasdan, chaqirmasdan, normal adekvat holatda muloqot qilishga, dialog qilishni, demak shu narsaga yetib kelishi ustida ishlashni boshlashimiz kerak bo'ladi. Hurmatli do'stlar, toki mana shu 8 ta yuqoridagi sanab o'tgan holatlar, vaziyatlar o'zgartirilmas ekan, joyiga keltirilmas ekan, sizga nevrotik va depressiv buzilishlar surunkali ko'rinishga, surunkali xarakterga ega bo'ladi va bu sizni holatingizni, vaziyatingizni og'irlashtirishga, siz ichayotgan dori-yu qilayotgan amallaringizni hammasini bir pul qilishiga sababchi bo'ladi. Sizdan so'ragan bo'lardim, qaysi birlari sizda mavjud ekan, qaysi ishlarni qilar ekansiz? Iltimos bu haqida kommentariyada yozib qoldiring va mana shu holatlarni, vaziyatlarni o'zgartirishga, to'g'rilashga harakat qilishimiz lozim hisoblanadi. Umid qilamanki, video sizlarga foydali hamda kerakli bo'ldi deb, hammanglarni o'zimni yana bir karra ijtimoiy tarmoq sahifalarimga obuna bo'lishga chorlab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.